Mana 27-mart mana qor yog'ishni boshladi, mana keldi qor, mana kelyapti, mana qorlar. Moskvada qor yog'yapti mana. Bo'lmasa ob-havo issiq bo'ladigan mahal. Bugun bozor, yakshanba, dushanba, seshanba mokri sneg deyapti mana. Allohning qudrati shu ekanda endi. Oxir zamon kelib qoldi mana, oxir zamon. Keza har xil turli alomatlar bo'lavermish. Shunaqa bir baytlar bo'lardi, bir mahallar o'qirdik yoshligimizda. Animal havo, animal issiq, animal sovuq deb tabiatga to'ngayapti. Alloh yozib bo'lgan hamma yo'qda. Necha yuz ming yil oldin. Bular endi tabiatga to'ngayapti. Qiyomat yaqin inshaalloh, mana Hazrati Iso alayhisalom tusharlar yaqinda Xudo xolasa. Hazrati Imom Mahdi tusharlar inshaalloh Xudo xolasa. Hamma yo'q chiroyli bo'ladi inshaalloh Xudo xolasa. Bizning mana musulmonlarda davrimiz keladi ana o'shandan keyin. Musulmonlarni qiynaganlar chiqondiga 1000 tanga bo'lasan hamma Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa. Bu dunyo sanlar uchun jannat. Biz musofir musulmonlar uchun bu dunyo bizga do'zax. Bizning jannatimiz bu dunyoda. Xudo sizlarga bu dunyoni Alloh jannat qilib berdi. Bu dunyoda bo'ldi, u dunyo yo'q. Jannatga kiramizsa, yo'q, jannatda yashab bo'lgansan deydi Alloh. Xudo xolasa inshaalloh payg'ambarimiz xalqi muboraklarda birga bo'lishni nasib qilsin. Biz musulmonlar ustidan kim kulgan bo'lsa, inshaalloh biz ular ustidan kulamiz yaqin o'rtada Xudo xolasa inshaalloh. O'lim haq, o'lamiz. Ular o'lib qayta tirilishga ishonishmaydi bu xalq. Musulmonlar ustidan kuladi. Bizni prokurorimiz ham, tergovchimiz ham, sudimiz ham Alloh. Allohga kifoya, hamma yo'q. Alloh kifoya, Allohga kifoya. Musofir deylar, sog' omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.